Shoshilinch tunda O'zbekistonda dahshatli falokat sodir bo'ldi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz, osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Columbia latex korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Columbia original latex korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizni raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Columbia original latex korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan 94 955 47 97 raqamlarimizga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. 7-mart kuni Toshkent shahrining Mirobod tumanida Lacetti avtomobili Qorasuv kanaliga tushib ketdi. Bu haqida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea soat 20:25 larda Mirobod tumani Bayovut ko'chasida sodir bo'lgan. Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotgan 1992-yilda tug'ilgan. Qismi qisqartirilgan OT rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida mashina Abdurauf Fitrat mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Qorasuv kanaliga tushib ketgan. Bildirilishicha, sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida jabrlanganlar yo'q. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda.